Mına erkek torpaqlar qanchadan bo'ladi aka? Bu 23, buna yoka 25'ti. Mına 23, 25, 28 ming so'm. Mına erkek torpaqlar. Mına buyursa bugun 5 fevral Qurshaq mal bozorindamiz. Bugun Qurshaq mal bozoridan erkek torpaqlarni buqalar tartib ko'rsatishga harakat qilamiz. Bu qancha bo'ladi aka? 40 ming so'm. Bu qila shu cho'ng'ayib qolibdir da. Müzik chiqib qarangizlar. 40 ming so'm kemi bor. So'rashdi aka. Qancha berishdi? 35-36 gacha berib o'tadi dedi. Erkek a? Mına erkek torpaqlar aka? Qanchadan bo'ladi? 35 ming so'mdan. Jashiga qancha oy bo'lib qoldi? 7-8 oy bo'lib qoldi kerak dedi. Suratcha aka? Suraylik yaxshi. Yaxshi suraylik dedi adamlar. İki torpaq. Bunda torpaq qancha bo'ladi aka? 37. 37 ha? Erkek. Erkek torpaq 37 ming so'm kemi bor dedi. Egasidan tortib. Qanchadan bo'ladi torpaqlar ava? Bo'larek. Siz qancha dodasiz? 40 dan kam var. 40 ming so'mdan kemi bor. Erkek torpaqlar ha? Erkek torpaqlar 40 ming so'mdan kemi bor deydi aytganlar. Bunda cho'nlar qanchadan bo'ladi? Bular 35 milyonlar. 35 mingdan. Naqshikaycha. Padret. Padret 35 mingdan. Tegizli 35 mingdan deydi. Erkek torpaqlar kemi bor. Buyursa, az qatar yoqdan tartib ko'taraylik. Mana shu cho'ng chiroch. Qancha o'zi aka torpaq? 45. Bir yaş bo'ldi bo'lak aka? Bo'lak ha? Biz 9 oylikqa bar 7-8 oylikqa. Az qatar. Qancha o'zi aka bu? 40 kam var. 40 kam var. So'rashdimi? Çok az gidip de. Hazırlayadınız. Hazırlayadınız deydi. 40 ming so'm kam bor edi. Ayli qancha oylik bo'lib qoldi shunda torpaqlarga? Qancha? Bir yaş bo'lak. Bir yaş bo'lak. Bir yaş bo'lak yo'q. 7-8 oylik torpaqlar ekanda. Gideta. Nasıl torpaqlardan saylı? Qanchadan bo'ladi bular? 35'ten. 35 ming so'mdan. 35 ming so'mdan deydi tağlar. Erkek torpaqlar ekoten. 3 ha senken, 3 ekan, 3 etan. Tegizli 35'ten. Tegizli 35 ming so'mdan ekan ağlar. Şahsa 25'ten birem. Şahsa da 25'ten verirler deydi. Tamam. Na erkek torpaq sırayla. Na torpaq qancha bo'ladi ava? Ova. Qancha bo'ladi torpaq ava? 45 ming so'm bo'ladi kunlar erkek torpaqda. 45 kim bo'ladi? Hozir kelgan ko'raylik. Qanchadan bo'ladi ava? 33 kam var. 33 kam var da. Erkek ha? Erkek. 33 ming so'm kemi var deydi bundan. Ko'rdingizmi? Buyursa, buna cho'ng sırayla. Qancha da savamdan? 50 ming so'm. Bir yaş bo'ldik. Bir yaş bo'ladi ekan. 50 ming so'm kemi var dedi dağlarda. Qancha bo'ladi tarım? Bunu ekonu 100 kam var. Ekonu 100 ming so'm kemi var dedi. Bir yaş bo'lib bo'ldik baka. Bir yaş bo'lib qoldi. Bir yaş bo'lib qoldi. 100 ming so'm kemi var ekan. Qancha bo'ladi? Hozir yerda dag'i. Qancha o'rsa aka? 55.500 berib atgan. Bir yaş bo'lib qoldi aka. Bir yaş bo'lib qolgan. 55.500 berib o'tam deydi. Soda bo'ladi ekan dag'i. Bular qanchadan bo'ladi aka? Assalomu alaykum. 45'ten. 3 etengeler. 3 eten. Bunlar Leko. Andan bunlar üçüncüsü. 45 ming so'mdan kemi vardı o'tgan. Bular yaş qancha bo'lib qoldi? Bir yaş bo'ldi bo'lak. Bir yaş. Bo'lak. Dag'i bor ha. Жазға болsa kerak. Bir iki aydan keyin bir yaş bo'lib qoladi deb buyursa. Bir 10 oylikqa yaqinlab qolibdir. Qancha bo'ladi bu? 35 ming so'm. Erkek torpaq. Alar nasıl bir yarım yaşar bu kana 65 ming so'm berib o'tadi, biroq bermayman dedi. 65 dan jo'g'ori so'raysin deb hozir soda bo'layotgan ağlar. Allah nasıl bir yarım yaşar bu ekan. 70 ming so'm kim var o'tgan hozir qarangizlar. Suradi aka bozor. 60 berib o'tadi. Bozor 60 ming so'm berib o'tadi deydi nasıl buqaga. Ko'zlar. Napqani qancha bo'lsa ekan? Qancha bo'lsa bunda? 55 ming so'm. Yaş qancha bo'lib qoldi? 2 yaş. 2 yaşar. Karanga. 2 yaşar 55 ming so'm kemi vardı napqani. Müziği dağı uzun ekan. Azıqda tatib o'tirelim yerdan cho'mib qolardi. Buna buqa qancha bo'ladi aka? 70 ming so'm. Yaşı qancha bo'lib qoldi buni? Biz yarım yaşar buqa ekan. 70 ming so'm bo'lib qoldi. Buna semiz buqani qancha dota sava? 65 ming so'm. Yaşı qancha bo'lib qoldi bunun? Bir yarım yaşar buqa. Ha, semiz dağı ekan. Ko'ringizlar, az qatar shunday tatib o'tiramiz.
Mına çoğum buka kança olur? Koyuverdim bile olur demek 80 mi dolar? 80 ming so'm deyotgan. 85 dolar. 85 dota va? Qancha berdi aka? 76 ming so'm berayotgan, savdo o'tayotgan. Yoshi 1,5 yosh, 2 yosh bo'lib qoldi u. 1 yashar. 1 yashar ekan ularni. Yoshi. 1 yashar dedi u. 2 yaşar. 2 yashar bo'lib qoldi u. 2 yaş mı? 2 yosh bo'lib qoldi dedi. Ha. Canlı chiqdi bozorga. Qancha olsa aka? 72. 72. Yosh qancha bo'lib qoldi? 1,5 yashar. Qancha berishdi u? 65. 65 beradi, berdim deydi. Nerede mına uyu satılgan o'xshaydi. Qancha oldi va? Ova. Qancha oldi? 75. 75 ming so'mga sotib oldim mana janag'i torpog'i bilan to'qol. Oldida tapqamiz 75 ming so'mga ketdi deydi. Hozir yerda mana torpoqni ko'raylik, erkak torpoq. Buqada. Qancha oldi buqa? 80 ming so'm kemi bor. Yosh qancha bo'lib qoldi? Bir yarım yaşarda. Yashar bo'lib qoldi, ha? Yazga çıksa. Yazga chiqsa 2 yashar bo'lib qoladi buyursa deydi. Yazga sen yashasa, so'yib o'tsa. Assalomu alaykum. Qanchadan bo'ladi bular? 70'ten. Ha 60'tan ne? Sen de göbek yurdun mu? Yok. Divanda çım otasın seni. Demesiçe. Elikte kamera bu kadar. Çıkıyor. Yaşlar kaç oldu? Yaşlar. 1 yaşardan atmış. Biz yaşlardan ötkün bular. Elikte kamarken dedi mi? 60'tan dedi o. Kaça dedin sen? 65. 65 kam var. Yaş kaç oldu mu? 1,5 yaşar bu var. 65 ming so'm kemi var dot bunun. Bayqanzar. Az buyursa, bunlar chetdagilardan dağı görelchi bu yerda ko'ra chiqdi. Bunlar cho'mbuqa qancha olib turganlar, ha? Sotib olindi va? Satlak güzel. Ha, satılışı 150 ming so'm kemi var dot ekan. Ha. Assalomu alaykum. Bir kadar bölüm alımını hemen 150 de otat. Yo'q, 150 dot pay yese. Oradan da ayda. Kam var o, 150 kam var dot da. Yaş qanchaga? 4 yaş. Assalomu alaykum. To'rt yashar qolgan, yaxshi aka. 4 yashar ekan, semiz ekan bir o'qishini mana. Oldu o. Ko'ringizlar. Akalar tomoshalashib berdi hozir. Sanch akalar deb o'xshatib ketaveradi. Semiz ekan ağalar. Baqamzaru? Üstünde bir ko'rsatib qo'ydim dayna. Uni 150 ming kim bor dotgan. Qolasangiz berib qo'yaring. Assalomu alaykum. Aytavering. 76 menen. 94, 94, 90. Mına şuğa baylanışlar eğer şu buqa qiziqqanlar olsa hasatlarda ele semiz ekan içinde. Nartdan dağımda görsеңizdер şkaf bol görünüyor ekan. Az yerде дағы buqalar soda oladi o'xshaydi. Ko'raylik. Qaysidan ko'rasizlar o? Qanchamiz? Satacağız. Qanchamiz? 42 yarım. Bunaqa? Yakın. 142 yarım. Ha? 142 yarım beradi dedi ekonu. O? Kim bilası olasın? Noşnağlar, bugün biz kuşap mablardan, buqalardan bağlarını tarp gösterdiğin hareket kıldık. Sunuş fikirler bolsa kommentarga qoldiringizlar. Kanalga qattiq like'lar basıp, qo'ng'iroqchani basib qo'ysangizlar, bizden kelgan videolarni birinchi bo'lib ko'rasizlar. Buyursa biz qo'y bozorida tarp gösterdiğin hareket qilamiz. Andiqdan biz bilan birga bo'lib turingizlar.